Bala mazza qilib yig'ilib o'tirsak ham bo'largani, shunaqa kiyib turaveringlar. O'tgan safar chiqishda ulardi yoshga. Hech kim kelmadi. Qani bo'lsa bitta omin qilaylik. Aka o'zizdan. Oybaxon. Yurdaxon, siz duo qiling. Mamajon, o'zingiz duo qilib qo'ying. Yo'q. Men yaxshi duo qilaman. Muxtorjon bitta o'zingiz duo qiling. Yo'q, Elojon o'zidan bo'lsin. Yo'q aka, kattalar turganda aka. Husan aka o'zlari qilyorsinlar. Ha, aka o'zingizdan. Katta. Alloh Aka bir narsada. Men duo qilib turganingizda tirjaydingiz. Nimada? Biz uylangandan keyin ko'chib chiqib ketmaganman. Alohida bo'lib uyda dadamlar bor, har doim duo qilishadi. Biz duo qilib til o'rganmaganda o'shanga 10 gacha sanab turib duo qilib yubordim. Aytib yurmang avvallarga. Mana shunaqa sanab turib duo qiladigan akalarga otib qo'yasiz.